Tak, давай, tayyorgarlik qil. Ey, men yomon boshim og'riyapti. Ey. Mana shu qozi qaranglar. Keladi qozi mehmon. Shu uchun tayyorgarlik kameralarni yoqdingizlarmi? Hammasini tayyor? Ha, yonib hammasi. Davay. Ben qarang. Ha. Ro'molingizni yeching, ro'molingizni. Nima ro'molli, nima ishing bor sani? Ro'molni yeching, kursni boshlaylik. Ey, meni boshim og'ritma, sen uchun og'ridi o'zi boshim. Tur yo'q bu yerdan, umuman Ben ko'zimga qarang, ko'rdim. to'xtang, unaqa seriyozmi? Boshlaymiz hozir. Men kuylakni nima g'ijim qilib kelgansiz. Dazmollab kelsangiz bo'lmaydimi aka? Kim dazmollaydi? Hamma dazmollaydi, hamma. Sen ishing bo'lmasin, bor shu yoqqa, davay. Davay boshlaylik, cho'tki qilib hammasini. Zo'r. Xo'sh, ketdik. Ras, 1 2 3 4 5. Mikrofon ishlayaptimi? Hammasi ishlayapti. Davay, ketdik. Hozir keladi anavi. O'tirmaydi. Kimni chaqirding? Tur. Sana bor, kameralar bor. Qara, boshla hozir. Ketdik. Aka. Nima deyapsiz? Buyoqqa keling-da. O'zi-ku nima turdi yo? Do'stim ergashib mana shu. O'tiring joyingizga. Konkretni normal. O'xshamaydi-ku, allama meni. Aka, jahlim chiqarmang aka, boshlayapmiz o'zi. Eshitdik hammasi. O'tiring. Eshitdim, zandi. Boshlaylik, konkretni ijro. Taniyman, o'zim bratishkam-ku. Yaxshimisiz? Ha, zo'r. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Doston Osmon? Ergashev. Ha, taniysizmi uni? Qadrlashyapsiz hozir bu yoqqa chaqirib, izvatsiya qilyapsiz endi o'zizcha. O'z o'rtoqlarim aytdi, sen borma o'tga, o'zi sen yetishmaydi okaga, aka. Eshitdimi hozir? Nimani eshitdingiz? Ko'zga hozir nimadir dedingiz hozir? Men eshitgan bo'lsam. Terorizm bo'ling, nima qilyapsiz? Do'stim ergashib. Tonimasam, men nima qilishim kerak? Men sizga toniysizmi, tonimaysizmi? Savol bering, to'g'ri savol bering aka. Qarang, sizda ham yoningizdan shunaqa umr izadiganlar bormi? Umringizni maydalab qon qiladigan mana shunaqa odamlar bormi? Boshingizni nega urib olasiz? Boshim nervi qildi bu. Artist keladi deganiga. Zo'r artist keladi deng. Siz aytmayapti. Sizdan zo'rini keladi undan. Xo'sh, men savollarimni sizga berishdan boshlayman. Siz birin-ketin javob berasiz. Bizning vaqtimiz yo'q, kechirasiz-da. Sizni bilmayman, meni umuman vaqtim yo'q. Bekor keldim o'zi bu yoqqa. Men bilan gaplashing. Siz qayerga kelganingizni bilmayapsiz. Juda katta odamlar keladi. Men o'zimni film bilan ko'rsatib ochganman bu yerga. Qancha berasiz hozir intervyudan keyin? Sudga beraman. Siz hazillashmang biz bilan. Yo'q, men hazillashmayman. Hozir chaqirib olib kulib o'tiribsiz-da odam ustidan. Osmonjon, Aytildi, savollar beriladi, intervyu oladi sizdan deyishdi. Lekin kelmasindan o'sha kim u tanimayman deb mana qilib. Kelishib olaylik Jafar aka. Men odamga o'xshab keldim, odamga o'xshab chiqib ketay. O'zi hayotda sal jiddiyroq bo'laman. Ana hazilni ham unaqa ko'taravermayman to'g'risi. O'rnida bo'lsa ko'taraman lekin kamera turibdi, shuncha odam qarab turibdi. hozir bir sekin hozir. O'tiring. Bu rostdan o'zi ekan-ku. O'zi demakmi sizga boyadan beri aka? Urmasin keyin, uraman deyapti. Yo'q, urmaydi endi aka unaqa qilmang ekan. Yeching sallani. Bo'ldi, chiroyliroq normalmi, qani? O'tiring. O'tiring, bo'ldi mana, cho'tki bo'ldi. Bo'ldi, kayfiyat bilan ha? Bering savol. Siz nimadir chol ekansiz dedi bachalar. Endi hozir kelganingizdan keyin bular ashula ham aytadi deyapti. Dutor chalaman. Yo'q, hozir gitara lekin. Ha, gitarani til bilan chalish bo'yicha chempion bo'lgan ekansiz. O'zi bildim, o'zi savollaringizdan o'z qaytib kelganim endi javobimni dildan bo'lsa kerak menimcha, tildan emas. Yo'q, menga til yozilgan. Til bilan qanday chalish mumkin gitarani? O'zingiz bilan adashtirib yuboryapsiz meni kurs. Ijodim o'z kursda o'zingiz bilan. Sizda mana tilda gaplarni gapirib tashlayapsiz. Xohlagan gapingizni. Yo'q, menga umuman farqi yo'q. Til bilan chalasizmi, burun bilanmi? Menga prosta aytdi-da, keladi hozir bitta dedi, shuni aylantirib chaladi til bilan dedi. Aka, mendan kattasida bilaman.
Biz xafa qilgim kelmayapti to'g'risi. Hozir yorilaman lekin oxiri yaxshi bo'lmaydi. Yo'q, men mana Eron Faqat izdivats ushyapsiz. Polniki tildosiz. Osmon yerga ochilib to'g'ri aytdim. Aytmadilar-ku men kim keladi. Aytilgan-ku aka, yozilgan-ku hammasi. Siz Tursunlar g'ayb bo'lmasa? Yo'q, men Böyle bir marta ayt, böyle esimga qoladi. Doston Ergashev. Doston Ergashev qaytib yozamiz. Doston Ergashev, xush kelibsiz. Salomat bo'ling. sizlarda boshqa odamga o'xshagan ko'rsatib anaqa bormi? Boshlovchi? Bilmadingizmi? Men chaqirganingizni, misol uchun kimni chaqiryapman, baribir anaqasini kuzatasiz, nima chaladi bu, nima aytadi. Hozir men kichkina bo'laman. Siz shundan kulib o'tiribsiz bu yerdan beri. G'aybili tursin, deyapsiz, g'aybili tursin, vaqti boshqa bo'ladi. Yo'q, Tursunlar g'ayb bo'ldi. Buni ham noto'g'ri yozgansiz. Bu ham hali. Mana shu-da mana bu dal hammasini Bu siz odamingiz-ku, men odam bo'lsam, men o'zim bilaman qanaqa tarbiyalashni. Siz o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, sen uchun men gap eshitib o'tirman hozir. Umuman hech kim tanimagan odam. To'g'ri yozganman. To'g'ri o'qing aka. ya'ni shuda siz qanaqa bo'lsangiz, oldingizdagilar shunaqa bo'ladi-ku. Siz o'z qo'shiqlaringizni ichida o'zingizga yoqmaydigan qo'shig'ingiz bormi? Endi tufta qo'shig'ingiz bormi? Hammasidan tashqari. Boshim og'rib qoldi mana. Miya ham ishlamay qoldi akam savollaridan. Qarashingiz bormi? Qarayapsiz. Juda xunuk, ishoning. Umuman men bunaqa kayfiyatni buzaman deb kelmagandim lekin o'sha oxirgi marta hozir qarashingiz ham yoqmayapti, hech narsangiz yoqmayapti, ko'rsatuvingiz ham yoqmayapti. Kechqurun xizmatga borishim kerak, dabdala qilib tashyapsiz o'sha kayfiyatimni. Hozir men yerdan chiqib administratorning o'zi normalniy o'zi tez qilaman hozir. Gaplashgan ko'rsatuvingga hozir nima bu? Vashi kulib tashyapsiz odam ustidan. Okey, men siz o'ylagan bolalardan emasman men. Yo'q, qo'shiqlaringiz yoqmayotgani bormi o'zingizga deyman. Menda ham bor-da yoqimsiz qo'shiqlar. Kim tuzgan bu savolni? Uni kattalar yozib bergan. Hech qachon kattalar bunaqa savol yozmaydi. O'zingiz yozgansiz. Ataylabdan qidirib asabiga tegadigan narsalarni ko'rsatuvingiz ham o'zi g'irt asabga tegadigan ko'rsatuv ekan. Men biror marta men bunaqa asabiylashmaganman hech qaysi ko'rsatuvda. Boksga tushishni bilasizmi? Boksga tushamizmi ikkalamiz? Menda kakir qo'l qoplab bor ikkalamiz. Siz savolingizni berasiz, men Raqsga tushsak shu o'rniga. yo'q, boksga tushmoqchiman. Raqsga siz tushasiz, men boksga tushaman siz bilan. Ikkalamiz tushamiz. Bilaman, ketaman bachalar. Yo'q, qayerga ketasiz? O'tirasiz shu yerda. Qanday bo'lagan mana? Qayerga ketasiz? Savol bersa. Nima xohlayapsiz hozir mendan? Savolingizni bering, men chiroyli javobini beray, ketay. Nima qilasiz? Asabga o'ynamay. Rejissyor James Cameron. Bu yechin o'tdi mana. Yo'q, yechinaman-da, shu savollaringiz qizib tashyapti-da odam. Yo'q, boksga tusholmayman lekin. Jahlim chiqyapti. Jahl chiqmasin, keling bering. Turursinmi? Siz aytmadingizmi bu odamga? Men hamma narsani aytganman. Sen aytding menga boshqa odam keladi. Nima dedim? Mana kelib o'tiribdi aka, uni qilmang, tezroq bo'laylik. Yaxshi savol bering, bor-ku uni. Ukam hazillashganimni sanam o'zingga ketmadi. To'g'ri o'tir. Biror marta biror ko'rsatuvga kelib o'l deb tayoq yeganmisan? Yo'q. Jim turing. Shantaj qilmang. Kimni qo'shig'iga o'xshaydi shu? Ko'rsatuvni qarang, dabdalaligini. Nesi odam qo'shig'ini kulyapsiz? Bilasizmi odam kimligini? Taniysizmi? Sizni qo'shig'ingiz? Qarang, bunday qilamiz, короче. Men juda asabim chatoq aka. Nasıl qoladi? Yo'q, qo'rqmang, tegmayman. Просто siz savollaringiz bor-ku, вообще xunuk. Umuman
Faqat kulgani chaqiribsiz-da, aytmaysizmi aka? Ustingdan qotaman, pulni izlatsa qilaman. Yo'q, mana menga qarang, sizga eng kerakli savolni beraman. O'tiring-da, 1 minut. Yo'q, men ketaman. To'xtang aka, o'tiring. Ko'rsatuvingizga ham Bir minut aka. 1 minut o'tiring. qaqa 1 minut o'tiraman. Uni qilmang siz. Ketaman deyapti. O'tiring, ha, iltimos. O'tiring aka, o'tiring bo'ldi. Parkent- Kofe qilib beraman. O'tiring aka. Parkent- Bemalol o'tirasizlar. Parkentga ketishim kerak edi. Hozir men Parkentga unaqa Nastarina dabdala bo'lib boraman. Yo'q, Parkentga emas, bu yoqqa boring, Chilonzorga boring. Soat nechi bo'ldi? Aka, o'tiring aka, o'tiring. O'tiring. Yo'q, soat nechidalik? Nechini aytib 2 bo'lyapti soat aka. 2:15larda Balansiyaga ketganmisiz hayotingiz davomida? 2:10larda. YouTube'ga chiqadi endi bu. Ko'rsatuv. Ha, ko'ramiz-da. Sizni tonisalar chiqaramiz. Uka qarang, yana hozir aynisalar men to'g'risi qarab o'tirmay chiqib ketaman. Bo'ldi aka, bo'ldi, seryoz bo'lamiz. O'tiring aka. Bo'ldi. Jahongir Poziljonov bilan bitta qizga uylangan ekansizlar. Qana u o'chirt bilanmi? Hech qaysi ko'rsatuvda o'tirmaganman ma'lum. Qo'shiq aytganmiz, uylanamiz deb. Gap o'tolmay qiynalamiz, keyin bir-birimizga uylanamiz deb. Qo'shiqni eshitganmisiz? Ha, Shunaqa deb yozilgan, to'shni shunaqa deb yozilganmi? qo'shiqda, ha, sizni qo'shig'ingiz-ku, men eshitib yozdim. Bir-birimizga uylanamiz degan ekansiz, keyin nima bo'ldi? Bir-birlaringizga uylandingizlar. Ancha bo'luvdi lekin ma'lum. Menga hech kim asabi tegmaganiga bu bilmayman, короче. Xafa bo'lmanglar. Endi xafa bo'lsang bo'laver. Asha bir tinga qimmat ko'rsatib ekan to'g'risi. Yosh bolalar ekansizlar, sizlar boshqa kishi yo'qmi? Shu bilan yurmay nima topasan? Siz meni sostavimni o'zi tarqataveribsiz. Bular o'rganmasin sizdan hech narsa. Siz noloyiqsiz o'rgatishga. Yoshligingizda yiqilib tushgansiz, yo bo'lmasa nimadir bo'lgan, pasportingiz yo'qmi, qizil emasmisiz? Jinni bin emasmisiz? Ne sizga xudo indashmayapti? Men shunga hayronman. Men chidab turolmayman, lekin hozir ham bolalar bo'lganmi o'zi? Bir kaltay-paltay urushlar bo'lganmi? Hech kim indamaganmi bokiga? Yo'q. Yo, siz savolimga javob bering. Siz Jahongir Poziljonov bilan oxiri bir-birlaringizga uylandingizlar. Nima bo'ldi? Bitta qizga Aka, uylandingiz. savolni to'g'ri bering. Qarag'ini dinimizni nima o'tkazib bilasizmi siz? Keyingi savolga o'taylik aka. Qo'ying. Urushib ketamiz siz bilan. Xo'p, ertalab turib yulduzga aylanib qolsangiz nima qilaysiz? Zo'r-ku. Nimasi zo'r? Yulduz bo'lish. Siz bo'la olmaysiz ham yulduz. Bu xarakteringiz bilan siz yulduz emas, siz nima o'xshatishga ham odamlar qilyapti. Nimaga o'xshatsam ekan? Yo'q, xo'p, ertalab tursangiz yulduz bo'lib qolsangiz zo'rmi? Zo'r. Ko'p maqtamang. Yulduz opani erini ko'rganmiz, qanaqa katta? Mingta odam aytdi, bormagin ish kursiga deb nima qilasan? Borib kelib o'tiribman-da. To'g'ri, bormang boshqa ko'rsatuvlarga. Mana bizlarga kelganingiz yaxshi bo'libdi. Kim o'tkazib qo'ygan bu yoqqa? Bu odam kim o'tkazib qo'ydi bu yoqqa? O'zi kelganda bular sponsorlagan qahramon bilan narx kerak bu odam. Undan ko'ra Samandar Hamroqulovni yo Davron Kabulovlarni ular chaqirmaydi. Yana shu kursga sponsorlar bilan pulim o'zini reklamasini ham beradi. Ket qilsa bo'ladi bular. Qachon kelayotgan Samandar Hamroqul? Kelmaydi. Sizni o'rningizga qo'yish kerak Samandar Hamroqulovni. Nima deb javob beray endi? Men shu gapdan keyin Said, men Yulduz opani eri bilan hozir mana anaqa qolsin. Qolsin hozir sansirab tashlayman hozir xafa realniy gap. Men sizga normal savol berdim. Yulduz bo'lgis kelyapti. Ha, dedingiz o'zingiz. Men prichom. Prikol tashlayapsiz-da. Prikol qilyapsiz. Yosh bolani ustidan kulgandek qilib.
Savol to'g'ri bering. Qattan bilaman men yulduz, qaysi yulduz aytyapsiz menga? Osmondagi yulduzmi deb o'yladim men. Savolni to'g'ri bering. Jafar aka, mendan kattasiz, shu savolingizni qarang ahvolini. Urushib ketamiz hozir. Keldim o'zi. Sen chiqmading adminga? Bo'ldi. Qo'y yig'ishtiraylik. Bo'lmaydi. Bu odamga qancha gapirganingizlar atela qotdi. Yo. Qilyapti, yo bo'lmasa siz qanaqa odamsiz aka? Siz o'zingiz ismingizni bilasizmi? Nega unaqa hammani chaqirib, bizimizni shunaqa kuchi pulingiz ko'pmi shunaqa? Ha? Xohlagan gapimni gapirsam bo'ladi menga olib chiqib olib. Qarang do'stimjon, hamma har xil savol beradi-da. Qanaqa Mana siz savolingiz umuman meni anaqamga to'g'ri kelmaydigan savollar. Mana masalan qarang, sizda ana da degan qo'shig'ingizni shunaqa mazza qilib eshitaydim. Stop. Вообще ketib qoldingiz boshqa joyga. Yo, zo'r qo'shiq aytgansiz-da, ana. Uni men aytmaganman. Kim aytgan uni? Sinib ketmaydimi? Yo'q, men Stoli ham o'ziga o'xshaydi bilib. Qo'chiladi. Uni men aytmaganman. Uni ham aytmaganmiz. Yo'q. To'g'ri. Ana uni aytgansiz, ha. Jayra, yayra ku. Aka-ukalar aytgan shularni menga aytyapsiz. Zohir Shoh akam bilan Shohjahon aytgan shular. Uzr, to'xtang bo'lmasa. Menga qara, beri keti. Sen nima menga ana Jo'rayev bilan savollarni bergansan? O'ziga beraman. Bunga nima beraman? Bu savolni men berganim, bu savolni o'zingiz yozgansiz aka. Men sizga yaxshi savollar berganman. O'sha savollarni o'qiysiz aka. Ularning savollarini bermadim bundan keyin. Ularga o'zi kelsa отдельно beramiz. Yaxshi bolalar ekan, zo'r bolalar. Ular kelmaydi. Kelmaylar. Men ukalarim, siz klientlarim, qochirmang, ular zo'r bolalar, ikkalasi ham taniyman men. Qanaqa klient bo'ladi bu ko'rsatuv? Qanaqa odam polni izzat qiluvchi ko'rsatuv? Ikkalasi ham zo'r bo'cha. Ikki og'ayni botirlar. Orada urib ham ketasiz-a? Ana gaplaringiz bor. Og'irmasu, lekin shunaqa bir shaxsiy tegadigan bir savollar berar ekansiz-da. So'kmasdan bir odamni asabiga shunaqa tegar ekansiz. Bu ham bir san'at lekin. Hurmatli mendan keyin keladigan aktyorlar, xonandalar, kelmanglar. Umuman o'zi ham ko'rsatuvi ham qashqan o'tay. Umuman befoyda, foydasi yo'q. Umuman zararli ko'rsatuv. Ana shaxsan men o'zim gapirdim shuni. To'g'ringizni kelib chiqarib oling. To'g'risida ko'rsatuvni ahvolini qarang. Siz taniqli bo'lishingiz uchun Shohruxxon, Yorqinxo'ja, G'aybulla, Shohjahonlar o'lish kerak-da. Menga ruxsat beringlar, ketay. Parket to'y bor, to'y ham dabdala bo'ldi. To'y, siz borgan to'y qanday dabdala bo'ladi? Sizda qaysi payt ijod keladi? Masalan, Sardor Mamadaliyevda qayd qilganda ijod kelar ekan. Deydi-ku. Urganimda ijod keladi. Kim aytdi sizga Sardor Mamadaliyev shunaqa qayd qilsa ijod keladi? O'zi aytdi. O'zi endi aytmasa kerak. Yo'q, o'zi aytdi, mana kecha o'tirishdan keyin 3 marta qo'shiq aytdi, chiqib ko'chaga. Kecha kakariz birga edik, nega yolg'on gapiryapsiz? Aka sizga bitta zo'r fikrim, miyani bitta malikaga borsangiz aniq berishadi. Tozalab berishadi, rostdan. Yangi fleshga tiqib berishadi. Siz futbol o'ynaykansiz-a? Hozir futbol haqida berdi-ku, o'sha yaxshi bo'ladi-da, hozir oxiri bo'ladi. Oxiri vashi asab ketadigan bir savol bilan tugaydi hozir. Sezyapman, o'sha ko'nglim sezyapti. Men futbol o'ynayman dema, xo'sh. Kimga nima? Yo'q, men sizga bitta savol beraman, qarang, top sayz rostdan futbolchisiz. Aha. Nimaga futbolda birinchi taym
aynan 45 minut davom etadi. Dunyo tadqiqotlaridan kelgan. Nimaga aynan birinchi taym 45 minut? Futbolistlarni fizический formasiga qarab bo'lsa kerak. Yo'q, ko'rdingizmi, futbol tushunmaysiz. Umuman futbolchilarga ne pri чем 45 minutga. Nos cho'kmaysiz siz. Yo'q. Ana bu 45 minut mana nos cho'kuvchilar bilan birinchi taym boshidan bitta o'tsangiz, aynan 45 minutga pishadi nos. Tillidagi. Shuning uchun ham o'ta ashaddiy nos cho'kuvchilar uchun yana 2-3 minut qo'shib beradi oxiriga. Qo'shib ham so'raysizlarmi? Noscheka futbol ko'rasizmi deymanda. O'zi futbol ko'rib turasiz. Voy ko'ringman dedingiz. Futbolga ham qiziqmaysiz. Sizga qo'yagan любой gapni gapiraverar ekan. Sigaret chekadi, nos chekadi. Futbol. Siz oyog'ingizga futbol yaxshi o'ynash uchun jo'naktirganmiz. Lekin borku to'g'risini aytaymi? Qiz bo'lsangiz ham lekin zo'r qiz bo'laysiz lekin. Kit organ, takoy. Meni yubkalarda. Sukuniykonroq qiz bo'laysizda. Ketay, qo'y uka. Hozir bo'ladi lekin bor shu shu o'tib ketyaptilar shu bor. Konkretniy. Chegaradan chiqyapsiz aka. Sizga o'zi bo'lish kerak ekanda o'zi o'shanda tutar ekan. Hozir men ham yo'q oldimda. Siz qayerlik? Toshkent viloyatidan. Vijdondan dedim mana. Kim aytdi? Mana. Bizlar hamsiya dedi, yoshlikka eshak bilan yurganmiz, Ahad qayim bilan. Boshqa dostonni ko'rgan bo'lsa kerak. To'ytepa kuchlik eshitgansiz? Familiyangizmi? Ana, bunaqa deyapsiz. Voy, savolingizga javob beraman nima? Bizlar prichoskamiz o'xshaygan ekan. Как раз mani ko'rib kelgan, buni shunday qilaman. Ha, chiqib boshqa joyingizga o'xshamasin. Nima degani? Hayron qolib yuraman, haligacha hech kim sizga indamaganiga. Astollab qo'yirsa ham bo'laveradi, aytib bemalol. Siz rostdan urushmoqchimi? Menga kameraga olyaptimi? Shunday qilyaptimi? Men urush uchun chaqirmadimmi? Ko'rsatuvga chaqirdim-mi? Ha, mana yana savol. O'zingiz kallangizda tuzilishini o'zingiz chizganingizda qulog'ingizda kichikroq chizasizmi, yo'qmi? Chalamizmi? Sal chalg'irdingiz-da, hozir chuqurlashib ketyapsiz borgan sari. Realniy chuqurlashib ketyapsiz. Hozir men bola ham hozir yordam bera olmaydi sizga. Ha, siz buni o'tiring, qani qo'shiq aytib beraman dedingiz bizga. Xudoga shukr edishik. Shuni rosak boyitdan beri kutyapman. Qachon qo'shiq aytar ekanmiz, qachon bir ashula tez gitarani olib kelib bergan, qo'shiqni aytaylik, tezroq ketaylik. Qachon chiqadi bu YouTube'ga? Mana aka. Professional ekanlik, gitarasi ko'tarib qo'ying, o'g'ri ekan. Ha, Ha, mana tish melachidan olganman. tanishtirib o'taymi? O'zizdimi? Oti yana esimdan chiqdi. Nima edi? Doston dedik-ku, aka. Qo'y tanishtiring, qo'y. Gitarani. Gitarani ham tanishtirasizmi? Gitarani ham o'ti bor ekan. Bitta qo'shiq aytaman, bo'lib ketaman. Yo, o'zi shu bitta aytsangiz ham yetadi bizga. Biz o'zi eshitmaymiz ashulalarni. Tez aytib ketay. Kayfiyatga dunyo qanaqa chiqadimi qo'shiq ham. Shu xudoydan aka mazza o'ynaymiz.
Sen men aralashsan qistirmoqchimisan? Shu xudoy ayting. O'ynaymiz. Ko'rsatib bir yaxshiroq bo'lsa, bir mazali bo'lsa. Jim o'tir, o'zi oz biroz qo'shiqni aytib ketaman. O'zimnikini aytaman. O'zingizni qo'shig'ingiz bormi? Bor. Bo'la. Qo'shiqlari bor ekan o'zlarini. Ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing uzilibdi. Negadir shu kunlarda hayollaring buzilibdi. Mendek oshiq g'arib qolib, boyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing uzilibdi. Uchding boyning tillasiga, 3-4 kunlik yallasiga, hayolilar vafo qilar, o'zi suygan shaydosiga. Tilolariga to'ymadingmi? Meni ham bir o'yladingmi? Sovg'a qilgan ko'zmunchog'im qo'yib qo'ynida o'ynadingmi? Atrofingda men sarson. Ne qo'shildingiz? Yo'q, qo'shilar ekansiz. Yo'q, men jur bo'ldim-da sizga havasim keldi. Mayli, jo'r bo'ling, demayman, jo'r bo'ling. Nima boshqa birovni qo'shig'i bilan qo'shilib jo'r bo'lyapsiz aka? Umuman bu boshqa qo'shiq-ku, meniki boshqa qo'shiq-ku. Ataylab kulyapsiz-ku, hozir yana kulyapsiz, aka. Siz madaniyat xodimimi? Nalog to'layapsizmi yo'qmi? Yuragingiz yorilib qolmasin, to'layapman. Yolg'ondan. Ko'zini qisdi, kameraga ko'rinmadi, bu ko'zini qisdi-da, to'layapman dedi. Aytdimki, to'lamaydi bular, yolg'onchilar. Hammasini tuychilardan oladi-da, faqat kayf qilib 2 ta xotin, 3 ta xotin, 4 ta. Men sizga короче zo'r bitta savolim bor. Siz savolingizni eshitgandan ko'ra kayf qilib qo'shiq aytib, muxlislarim hozir bitta bo'lsa ham qo'shiqni eshitmoqchi-da. Shu sizni auditoriyada shu adashib ko'rib qolganlar bor-ku. Ular endi shu sizni ahmoqona gaplaringizni eshitish uchun kirishadi-da. Zerikkandan nima qilish bilmay. Meni Instagramga kirgansiz? Instagramda bormi? Biz ochganmiz birinchi Instagramdan, xudo xolisa. Nima deb teraman? Qo'shiq aytib bering. E'tibor qilmasdan qo'shiq aytib kelyapti to'g'risi. Bo'lmasa savolingiz bo'lsa bering-da. Yo'q, aytavering, qo'shiqlaringizdan uni e'tibor qilmayotgan qo'shiqlar ekan-ku. Aytavering, men maza qilib endi eshitishim. Qarang, mana birinchi qo'shig'ingiz ham Anvar Sanayat qo'shiqni aytdingizmi? Tillolarga dollar o'ssa almashmayman. O'sha aytib bering-da. Yaxshi eshiting so'zlarni. Tog' boshida 5 terek, 5 terekga suv kerak. Jafar degan bolaga 1 kilo farosat kerak. Okey, rahmat. Kayf qildim. Короче, eshittiramiz bo'ldi. Sizlarga ham hurmatli tomoshabinlar, Meni tomoshabinlaringiz siz o'zingizcha gapirib tashavermang. ko'rmasligingizni tavsiya qilaman bu ko'rsatuvni. Vaqt ko'rmanglar iloji bo'lsa. Umuman foydasiz, zararli, onginglarni zaharlaydi deb o'ylaymiz. Odamga bo'lgan hurmatini tushiradi. Men misol uchun juda ham kayfiyatim tushib ketdi hozir. Nima deyapti bu? Sizlarga do'stona maslahatim, o'zinglarni miyanglarni zaharlamanglar, Jafar akani atpiska qilib qo'yinglar. Ha, To'lqinjon, men sizga biror nima dedimmi? Bomi bilan To'lqinjon davronda o'tiribdi-yu otini. Ha, men nima dedim? Men ham To'lqin deyapsiz-ku. Nima deysizmi? Ismini nima dedingiz dedim. Do'stmon. Ismim G'aybul.
Gitarasilik qilmang beri. Doston, Ajdara sizga sog'an. To'xta, Ko'zimga ham ko'rinmay, yo'lda bu joyda ko'rib qo'ydim. Qo'ying endi, qo'ying aka, qo'ying endi. Qochinglar. Qo'ying. Keling aka 1 minutga. Bak o'tsa qiling akajon, iltimos sizdan. Qo'ying aka, qo'ying. Bo'ldi, men sizga aniq qilaman. Aka, to'xtang, o'sma o'tsa qiling. Ol telefonimni ol, aytib qolib ketdi. Gitarani olib oling. Ey,